bo'pti, rahmat, hammaga rahmat. Zo'r yoqdimi sizga? Hurmatli yangilar. Biz endi boshladik. Endi bu faqat ikkinchi qo'shiq. Albatta raqsga tushamiz. Ozgacha kutib turing, iltimos. Bugun o'zbek to'yi emas-ku. Faqat raqsga tushmaymiz. Ular yana qo'shig'i hozir bo'ladi. Rahmat. Sekin yana temp ko'taramiz. Как я и в самом начале говорила, o'zbek tilida, Italiyadan ham rus tilida hozir qo'shiq bo'ladi. Bizning ajoyib duetimiz, bizning eng sevadigan duetimiz Layla Samandar Hamrakulov birga biz ijro etdik. Ushbu qo'shiqni zo'r sevib tanishganmiz. Shuning uchun albatta ushbu qo'shiqni ijro etamiz. Va hozir sekin qarang. Ozgacha